Assalomu alaykum aziz onajonlar va dugonajonlar. Sizlar uchun ajoyib yangilik. Ahmad Oltinjo'ja Bochka filialiga o'z turlarini sizlarga taqdim etadi. Aziz onajonlarimiz, Ahmad Oltinjo'jaga tashrif buyurib, mana shunday mikroavtobuslarga o'tirib bir kuningizni o'zingiz uchun mazza qilib o'tkazing. Bu imkoniyatni sizlarga Ahmad Oltinjo'ja taqdim etadi. Sayohatimiz juda ko'pchiligingizga ma'qul keladi. Ayniqsa ko'p restoranga yig'iladigan, gap o'ynaydigan onajonlarimizga juda yoqadi. Bir kunlik sayohatingiz davomida birinchi bo'lib sizlarni Chorvoqdagi kanatga olib chiqamiz. Toza havo, kislorodga boy bo'lgan bu dam olish maskani aziz onajonlarimizga juda ma'qul keladi. Bu dam olish maskanida har xil hayvonlarni ko'rib, rasmlarga tushib, ochiq osmon tagida tabiatda mazza qilib dam olasiz. 20 kishidan tashkil topgan jamoangiz, ya'ni onalarimiz uchun Ahmad Oltinjo'ja bu turni yo'lga qo'ydi. Bu dam olish maskanida har xil kachiralardan foydalansangiz ham bo'ladi. Ballonlarda uchib, oz fursatga bo'lsa ham yoshligingizga qaytadi. Bu holat dugonalaringiz bilan bo'lsa, undan ham yaxshi. Mazza qilib o'yin-kulga qilib kelasiz. O'zingiz uchun ajratgan bir kunlik sayohatingiz sizlarga qanchaga tushgani qiziqmi? Bu pullarning ichiga nimalar kiradi? Mikroavtobus, Chorvoqdagi kanatga chiqish, har xil kacheralarda va ballonlarda uchish, Ahmad Oltinjo'janing Chorvoq filialida ovqatlanish, maxsus fotograf xizmati, turli joylarda mazza qilib rasmlarga tushish, hayvonot bog'iga, ya'ni kik ko'rishga chiqish, Lakrema restoranidan o'zgacha ta'mga ega bo'lgan har xil desertlarimiz. Talab istagingizga binoan bu turni o'zingiz xohlagandek o'tkazsangiz bo'ladi. Aziz onajonlarimiz, o'zingiz uchun bir kuningizni ajrating, bu turimizdan foydalaning. Albatta bu sizga juda yoqadi. O'zgacha energiya beradigan mana shunday o'yin-kulgilar qilsangiz ham bo'ladi. Albatta bu o'zingizni dugonalaringiz bilan bo'lsa yanada yoqimliroq bo'ladi. Dam olish maskanidan qaytib kanatda tushib olib, maxsus mikroavtobuslarga o'tirib Ahmad Oltinjo'janing Chorvoq filialiga yetib olamiz. Yo'l-yo'lakay mikroavtobuslarda har xil musiqalarda mazza qilib o'yin-kulgi qilsangiz ham bo'ladi. Aziz onajonlarimiz, bir kunlik sayohatimiz sizlarni ancha yoshartirib yuboradi. Ahmad Oltinjo'janing Chorvoq filialida o'zgacha muhitda yuqori energiyada kutib olishadi. Bu kayfiyatingizga kayfiyat qo'shishi aniq. Xodimlari esa shunaqa tabassum bilan kayfiyatingizni ko'tarib yuborishadi. O'zgacha ta'mga ega bo'lgan ovqatlarning hidi esa ishtahangizni juda ochib yuboradi. Bu mitti igrushkalarimiz bo'lsa, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarib turishadi. Tochkaga keldi. Baribirchi toza havoda Aliga yeb o'tirish yetmas ekanda hech narsa. Super vaqti. Ahmadga rahmat lekin. Bu onamiz o'zlarida bo'lgan emotsiyalarni oshkora tarzda aytdilar. Bu holat sizlarga yoqyaptimi? Mana somsa oylik qizi somsada keldi. Hozirgina tandirdan uzilgan. Uni har kuni yesanglar ham yegili keladigan somsa. Bismillahirrohmanirrohim. Yopganda ham baraka topsin. Rahmat. Agarda sizlarga ham bir kunlik sayohat turimiz yoqqan bo'lsa, Ahmad Oltinjo'ja ma'muriyatiga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat uchun quyidagi raqamlar bilan bog'lanasiz. Ahmad Oltinjo'janing Chorvoq filiali yuqori darajadagi ko'rinishi va emotsiyasi, tabiati, chiroyi bilan ajralib turadi. Bu hashamatli ko'rinishlar sizlarning ko'nglingizdan joy egallaydi. Ahmad Oltinjo'janing birinchi ovqati ham sizlarga taqdim etiladi. O'zgacha ta'mga ega bo'lgan shashliklari albatta sizlarga yoqadi. Ko'p gap o'ynaydigan ayollarimiz va onalarimizga bu holatlar juda ma'qul keladi. Shu bilan Ahmad Oltinjo'jadan chiqib olganimizdan so'ng maxsus mashinalarimizga o'tirib hayvonot bog'iga, ya'ni kik ko'rishga boramiz. Bu atmosfera, bu ko'rinish, bunday maskanlar, bunday dam olish maskanlari albatta sizning dugonalaringiz bilan bo'lsa juda ham yoqimli bo'ladi. Bu kiklarimizni aslida ko'pchilik ayollarimiz va onalarimiz televizorlarda tomosha qilishgan. Bu imkoniyatni Ahmad Oltinjo'ja sizlarga taqdim etmoqda. Buni o'zingiz ko'zingiz bilan jivoy holatda ko'rganingiz baribir boshqacha bo'ladi. Bu dam olish maskanida siz ikki xil kiyikni ko'rishingiz va tuyani, undan tashqari har xil hayvonlarni ko'rishingiz mumkin. Kiyikni ko'rish dam olish maskanidan chiqib olganimizdan so'ng biz maxsus rasmga tushish joyiga yetib boramiz. Bu yo'lda sizlarga albatta yuqori emotsiya beradi va har xil o'yin-kulgular, ashulalarda mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Anchadan beri to'yga bora olmayotgan dugonalar bo'lsa, albatta bu sizlarga ma'qul keladi. Chunki mazza qilib o'ynaysiz. Rasmga tushib olgandan so'ng Ahmad Oltinjo'janing Chorvoq filialiga yana qaytib kelamiz. Bu yerda bizlarning Lakrema jamoasi ko'taring kayfiyatda kutib olishadi va o'z shirinliklarini taqdim etishadi. Bu orada dugonalaringizdan birini tug'ilgan kuni bo'lsa, Ahmad Oltinjo'ja xodimlari sizlarga o'zgacha ko'rinishga ega bo'lgan tug'ilgan kun tabrigini taqdim etishadi. Lakremadan har xil shirinliklarni tanovul qilib olgandan so'ng ortga qaytishga tayyorgarlik ko'ramiz. O'zingiz uchun bir kun vaqt ajratib dugonalaringiz bilan bir kunlik sayohatingizni tashkillashtirmoqchi bo'lsangiz, Ahmad Oltinjo'ja ma'muriyatiga murojaat qiling.